Yo, hammaga salom, sizlar bilan o'zbeklar. Bugun bizlar Subway Surfers, ya'ni mana bu o'yinni, mana bu ko'rib turgan o'yiningizni moddasini tortishni o'rgataman hozir. Bu faqat Androidga ishlaydi. Ko'rsataman hozir qanday narsalar borligini. Mana do'stlar, so'ncha narsangiz bo'ladi. Gitaralar, ishqilib hammasi cheksiz bo'ladi. Buning uchun biz Telegramdan to'g'ri mana bu yerga kirib Happy Mod Uzlum o'yinlar deymiz. Va mana bu chiqib keladi. Boshqasiga kirib o'tirilmaydi. Boshqasiga agar chiqsa, mana shunga kiramiz. Va mana bundaylari bor o'yinlari. Masalan, ko'p ilovalar ham bor, ko'p ishqilib. Mana yoki bu yerdan bo'lmasa, bu yerga sub bu yerda chiqmasa agar mana shu yerdan ustiga bosib mana shu yerdan yetaverasizlar. Bu yer tortib olaverasizlar. Sizlarda o'xshasa bu yerdan ham chiqmasligi ham mumkin. Baroqda ko'rgandim men. Pasamidi? Shunday narsalar ko'p. Do'stlar, men 1 soat qidirdim, topolmadim. Agar sizlar topsangiz, yuklab oling. Agar topolmasangiz, o'sha joydan yuklab olishni maslahat beraman. Bugungi video shulardan iborat edi. Albatta, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Har bir obuna men uchun muhim. Obunalar uchun katta rahmat.